Assalomu alaykum barchaga. Oldingi videoda oddiy qurilmalarga qanday tok ulash, bu qurilmalarda qanaqa vazifasi bor, shu kabi oddiy narsalarni o'rgangan edik. Endi bu videoda sal murakkabroq tizimlarni yasashga harakat qilamiz. Oddiy lampochkani avtomatik o'chib yonadigan qilamiz. Hozir bu switch orqali o'chib yonadi qo'lda. Biz shuni avtomatik qilamiz. Maqsad nima? Qarang, ko'chaga chiqib ketsak, avtomatik o'chish kerak lampochkalar. Ko'chadan kirib kelsak, sразу yonish kerak va shu tizim kechasi ishlash kerak. Nima uchun kechasi? Chunki kunduz kuni uyga kirib kelsak, bu yonish shart emas. Kunduz kuni bizga yorug'lik kerak emas. Buni nima foydasi bor desa, akkumulyatordagi tokni maksimal darajada bizga tejab beradi. Buning uchun bizga HBJF sensor kerak. Buni oldingi videoda ko'rib o'tgandik. Buni vazifasi biz uyga kirib kelganimizni yoki chiqib ketganimizni aniqlaydi. Xo'p, endi mana bu switchdan voz kechamiz. Bizga aqlli tizim kerak. Mana bu sensorga tok ulab olamiz. Buning uchun branchdan foydalanamiz. Branch va mana bu narsalarni oldingi videoda ko'rgandik. Branchga tok manbayini ulaymiz. Asosiy tok manbayini. Bu sensorimiz bir tok o'zi iste'mol qiladi. Yana bir tokni mana bu output degan joydan bizga signal chiqaradi. Qachonki biz uyga kirib kelsak. Shuning uchun branch out degan joydan ikkini belgilab olamiz va sensorga ulaymiz. Endi bu sensorni biz sozlab olishimiz kerak. Bu standart holatda faqat dushmanlarni aniqlaydigan rejimda turadi. Biz buni faqat uy egalarini aniqlaydigan rejimga qo'yamiz. Uy egalari xonaga kirib kelsa, uyga kirib kelsa, power out degan joydan bir tok chiqaradi. Buni sinab ko'ramiz lampochka, oddiy lampochka orqali. Mana biz uydaligimiz uchun bir tok chiqyapti. Va lampochka yonyapti. Agar uydan chiqib ketsak, uydan uzoqlashsak, lampochka o'z-o'zidan avtomatik o'chadi. Biz yana uyga kelsak, lampochkani yoqadi avtomatik tarzda. Endi shuni mana bu lampochkalarga ulashimiz kerak. Bunda bitta muammo tomoni bor. Bu sensor faqat bir tok chiqaradi. Bizda 4 ta lampochka bor. 4 talasi 2 dan 8 tok ishlatadi. Bizga 8 tok kerak. Lekin bu bir tok chiqaradi. Endi nima qilamiz? Ikkita blokerdan foydalanamiz. Blokerni o'rnatib olamiz. Endi esa blokerga tok kerak. Ikkita branch o'rnatib olamiz. Mana bu branchning tok chiqadigan birinchi joydan power in degan joyga blokerga ulaymiz. Keyin esa buni tokini bir qilib qo'yamiz. Bizga bir tok chiqarsa yetarli. Keyin ortib qolgan tokni ikkinchisiga ulaymiz va buni 8 deb belgilab olamiz. Bizga lampochkalar uchun 8 tok kerak. Buni ikkinchi blokerga ulaymiz. Xo'sh, endi branchga tok kerak, branchimizga va mana bu yerdan ortib qolgan tokni ulab olamiz. Endi mana bu birinchi blokerdagi power outdan ikkinchi blokerning block pass through degan joyiga tokni ulaymiz. Birinchi blokerning block pass through degan joyiga sensorimizni ulaymiz. Endi ikkinchi blokerdagi power outdan lampochkalarga tok ulaymiz. Mana lampochkalar yondi. Uydan chiqib ketsak, lampochkalar o'chadi. Yana uyga kirib kelsak, lampochka yana yonadi. Bu avtomatik ishlaydi. Endi bu tizim qanday ishlayotganini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib akkumulyatordan kelayotgan tokdan boshlaymiz. Akkumulyatordan mana bu branchga tok kelyapti va 2 tok chiqarib beryapti sensorga. Mana bu sensorimizga. Nima uchun 2? Chunki bu sensorimiz bir tok o'zi ishlatadi va yana bir tokni mana bu blokerga chiqarib beradi. Qachonki biz uyga kelgan payt uydan chiqib ketsak, bu tok chiqarmaydi. Shuning uchun bunga 2 tok kerak. Mana bu yerga 20 tok kiritib qo'ysak ham, bu faqat biz uyga kirib kelgan payt bir tok chiqarib berardi. Bu ortib qolgan qo'shimcha tokni chiqarib bermaydi. Faqat bir tok chiqarib beradi. Keyin bu branchdagi mana bu ortib qolgan 98 tok mana bu branchga kelyapti.
Tak, bundan esa bir tok chiqyapti. Nima uchun bir? Nima uchun biz 20 yoki 10 deb qo'ymadik? Chunki bu bir tok mana bu blokerga kelyapti. Bu blokerdan chiqib ikkinchi blokerning block pass-through degan joyga boryapti. Blokerning block pass-through degan joyga bir tok kelsa kifoya. Shuning uchun biz bir tok chiqadigan qilib qo'ydik bu birinchidan. Keyin ortib qolgan toki 97 tok ikkinchi branchga kelyapti. Bu branchdan 8 tok chiqyapti va blokerga kelib tok chiqadigan joydan lampochkalarga boryapti. Lampochkalar bizga 4 ta, shuning uchun branchdan 8 tok chiqadigan qilib qo'yganmiz. Mana bu sensorning vazifasi bu yerda birinchi branchdagi tok oqimini to'xtatib turadi. Biz uyga kirib kelganmiz, mana bu bir tokni blok qilib turibdi. Birinchi branchimizdan bir tok kelyapti va chiqmayapti. Bundan tok chiqmasa, ikkinchi blokerdagi tok oqimi o'tib ketaveradi. Qachonki bu blokerdan tok chiqsagina keyin 8 tokni blok qilib qo'yadi. Chunki bu ikkinchi blokerning blok qiladigan joyiga ulangan. Mana biz chiqib ketsak, ikkinchi bloker blok bo'ladi va lampochkalar o'chadi. Kirib kelsak, mana blok ochiladi. Bo'ldi, demak avtomatik o'chib yonyapti. Lekin bizga shunaqasi kerakki, faqat kechasi o'chib yonsin. Kunduz kuni lampochka kerak emas bizga. Yorug'lik shart emas. Buni qanday qilamiz? Haqiqiy hayotda buni qilish uchun odatda fotorezistordan foydalanamiz. Fotorezistor bu quyosh nurini sezib, tokni o'tkazadi. Biz xuddi o'sha fotorezistorni rastda yasaymiz. Buning uchun bizga bloker kerak va quyosh panel kerak. Quyosh panelni xuddi fotorezistor datchigi kabi ishlatamiz. Quyosh panelni tomga o'rnatib olamiz va bundan chiqadigan tokni blokerning block pass-through degan joyiga ulaymiz. Endi mana bu asosiy tok oqimini shu bloker orqali o'tkazib yuboramiz. Blokerga akkumulyatordan tok keladi va bundan chiqadigan tokni yana birinchiga ulab yuboramiz. Bunda qarang nima bo'ladi. Hozir quyosh panel mana bu tok oqimini blok qilib turibdi. Chunki hozir kunduz kuni. Kechasi esa quyosh paneldan tok chiqmaydi va mana bu blokerdagi block pass-throughga tok kelmaydi, keyin lampochka yonadi. Mana bu tok oqimi erkin o'tadi. Hozir quyosh bor, shuning uchun lampochka biz uyga kirib kelsak ham yonmaydi. Kechasi bo'lsa, buni kechasi qilish uchun soya qilib qo'yamiz. Mana soya bo'ldi. Quyosh panel go'yo kechasi deb o'ylayapti. Biz uyga kelsak yonadi, uydan chiqib ketsak o'chadi. Yana uyga kirib kelsak yana yonadi. Mana kunduz kuni biz uyga kelsak ham yonmaydi. Bu chiroqlar endi 100% avtomatik ishlayapti. Faqat kechasi avtomatik o'chib yonadi, kunduz kuni esa mana bu akkumulyatordagi tokni isrof qilmaydi. Ajoyib. Buguncha shu qisqagina video bilan videoni yakunlaymiz. Sizdan bitta iltimos, bu videoga like bosing, kommentariya qoldiring. Keyingi videolarda qanday tizimlarni yasab ko'rsatishimni yozib qoldiring. Albatta buni yasaymiz. Videodagi like'lar, kommentariyalar va prosmotrlar keyingi videoning qanchalik tez chiqishini belgilaydi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.